Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar tarbiyatiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren deydigan bir tog'liq kentdagi uyimda. Bugun atiganda do'stlar bilan chiqib, biroz chang'a teyildik, ya'ni qor teyildik. Shunday ko'ngillik bo'ldi. Kentimizning bu qishliq manzarasidan sizlarni biroz baharlantirish maqsadida huzuringizga tövendeki qisqa videoni sunaman. Xo'sh. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiridagi aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Bular meningki mushu Vehkog'andagi do'stlarim bilan qartayimiz. Bular bilan odatdagi odamlar amdi kelishga boshladi. Biz uchrat turib oldik mana. Mana hozir mana shu asma liftlarga o'ltirib üstüge chiqimiz 2300 metrdan ortiq egizlikka. Hava herhalde yaxshi. Odatda taqib kelgan vaqtlarimda shu tunji kabin bilan üstüge chiqish uchun degan o'rnimizdan turib mishaga yig'ilamiz. Mana tunji kabinga kirib o'tirib oldik. J'ai entendu Tintin. On n'a rien entendu. Rachel, elle nous envoie. Dostlarım bile. C'est son petit peu ici. Elle est vraiment sur le. Ah ouais. Sur la... On n'enlève jamais le masque. Mais non, c'est ces jaune quoi. Ah, on est sortis ensemble à 4 Ça quoi là, je fais la tête. Ouais. Quel est Ça, je pense que c'est pas si beau. Hein. Mana üstüge kelib qartayilishni boshladik. Ciao ciao, à toutes. Xo'sh, hozir diqqatinglarda dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Iminning hayot kashmishlari tasvirlangan asar Men va mening xalqimning davomi. 22-bob. Deb yurmagin taqdirni Tangrilar tuzar faqat, tushan yerim taqdirni belgilarkan muhabbat. Abdur. Bahar paslida sarvqomat olma, o'rik, shotdul, anar daraxtlarla chechaklab qolmay, pichan, yulg'un, hatto bir g'irishmi kelmaydigan cho'p giyohlarmi o'ziga loyiq chechaklaydi. Ajoyib shuki, ular puxta ham xushpuroqlik jihatda bir attigalligi to'zib ketar yolg'on chechaklardan qaltisroq bo'ladi. Mening muhabbatim xuddi shundoq hech kim nazar solmas giyoh chechaklardek boshlandi. Buddizm murabbiysi Sakyamuni olam azob dengizi, u azaldan abadga jafoliq diyor desa, islom mutasavviflari insonning muhabbati Tangriga qo'shilish istikidir deyishadi. Aytavur Afrodit atqan shiq sadaqi mening bag'rimga sanchildi. Sanchilgandimi japa qilichi bilan billa sanchilgan edi. 1956-yillar bo'lsa kerak, Shiandin, ya'ni G'arbiy Shimol universitetidan qaytgan chig'imda shu shahardan G'arbiy Shimol san'at institutidan mashhur usulshunos Qambar xonim boshchiligidagi Xinjiang san'at fakulteti, Xinjiang instituti san'at fakulteti bo'lib ko'chib keldi.
Күтілмеген бір күні havaның rasa ıssiqida Ulanbaydaki Xongyanchi, yani Qizil Turna köli ayıgıdaki köllerinin biri de suğu çömülü bassam, kimdir birinin peyi tartışıp özelmey qalğanlığını bayqap qaldım. Mən əmdələ suğu çömülgən edim. Ətraf egiz bəs toqaylı tağlıq edi. Mən sudu palaqlap qalğan kişi tərəpigə kölni kesip əməz, qırı yaqılap yügürdüm. Yeşilgen kiyimlərinin qarağanda dəsləp közümge çüşküni şaptıl çeçiki hal romal boldu. Mən muşurəngnin çoqunğuçisi edim. Gerçi mən totem zamanı adımı bolmasam mı, totem adımıdək bu rəngə amraq edim. Egiz başınlıq qarı bətinke və yopka, koptığa birli qaradım və insaniyet qalbida esdaşlıqның uluq ilahiyasi bolğan ayal cinsini qutquzuş niyetida suğa özümni attım. Və şunğub berib, onu qucaqlab elib, qırğaq tərəfə tartdım. Biz sudan chiqqanda o biraz bearam bo'lib, manga qarar hali yo'q edi. Demim tinchigancha uning ustiga qizlarning bo'g'ma su uzish kiyimi kiygan, beshidagi chechini Sulyav boshnikka selib olgan qora qumchaq qiz ekanligini ko'rdim. Uningga daxni bo'lmasin dedimda, o'zimning kiyimlari qolgan qashqi ketdim. Nemishqidir endi su uzishga rayim qolmadi. O haliga keldi. Çaşlarını erken koyup verdi. Kiyindi. Boynudaki hal yağlıqı ataşdek çaqnap ketdi. Mən aldığı berişqa cüret qılalmadım. O minnettarlıq bildiriş qarz dep bildimi? Ehtimal maňa yıqıllap geldi. Biz yeňilçila salamlaşdyk. O "Sizlerning külüňlar garit eken, neçe su üzüp bolmagan iş boldy" dedi. Şonundan keyin onun şiandin kelganligini yaqindala maktabga elib qilinganligini bildim. O maňa oxşaş yalğız farzand edi. Biz shaharga kirib ayrıldık. Bolupmu men ayal jinsqa yaqin turishdan tartinatdim. Tecrübem yo'q edi. Sözlerimni deyolmaydim. Şunundan keyin xiyolimda heliqi shapaq hal romal chaqnaytdi. Biroq quyosh ko'rinmadi. Arliqda bir kunlari o yana hal romalini artib maktabda paydo bo'lib qoldi. Bir kuni kechda men do'stlik kinoxonasiga kirib, shu yillari dam chiqargan Hindistonning Sargardan filmini ko'rmoqchi bo'ldim. O'rnim orqada edi. Yenimga ismi Tursunxon bo'lsa kerak, bir do'sti kelib, "Sizni Rana chaqirdi. Bo'sh o'rin bor", dedi. Xuddi bu haqda keyingi yillarda yozgan bir she'rimdek aran qo'rinib bordim. O sanatchi ochiq yo'riq edi. Men paylasoplarcha qo'rilib taqvo yuratdim. Rana qora ranglik to'rko'p kiygan bo'lib, to'r to'shiklari gul naqshlari bilan to'lgan. Uningda badani aks etib turadi. Men kino oxirlashguncha mutlaq orliqni reja qilib keldim. O kinodagi qiziq joylarda nagan-naganda to'limi tabiiy va g'arazsizlar mening belikimga qo'llarini takkizib, "Qarang" degandek o'rtaq badiiy zo'qlanishni ifodalaydi. O arliqdagi oylarda Jungo yoshlar studentlar o'miki tarkibida Moskva, Varshava, Kopenhagen va Islandiyalarni oylatib qaytgan ekan. Festival Varshavada o'tkazilgan edi. 1957-yili stil tuzish o'rganishi umumiy xalq sotsialistik tarbiyasi shaklida boshlandi. Men rahbarlik guruhi a'zosi edim.
partiya ittifoq a'zolarini safarbar qilganligim, o'g'inish guruhlari tuzganligim esimda. Men biz bilan Ra'noni bir guruhi qilib qo'ygan edim. Bu turga ayrishma nihoyatda tabiiy bo'ldi. Bir kuni u usul sinfida xat yozib atdi. Men asta kirib keldim. Yo'q, qizil sirlangan taxtay pulluq usul sinfi. Udul tam butunlay aynak edi. O qayrindash qalamini sundirib oldimi yoki bir bahonami meni ushlab berishga taklif qildi. Keyin ikkimiz aynakdagi ko'rinishimizni tomosha qildik. Billa suratga tushayli bahonasida aynakdan bo'yimiz, turuqlarimizni suzib ko'rdik. U do'lam bilan beshimning orliqida degandek o'tira bo'y edi. Qap-qara sumbul sochlari o'shqiga yetay deb qolgan edi. Men onunga oldingiz bir qiz, orqa ko'rinishingiz yana bir qiz ekanda demoqchi bo'lib deyolmadim. O'g'inish kunlari shirada u menga udul o'ltiratdi. Har qitim boshqacha kiyinatdi. Yanglarni turib yoki yangsiz kopta bilan belaklari yalang o'g'inish xotirasi yozatdi. Bir qitim dam olish orliqida Muhammadi degan qozoq yigitdi. U doim kiyib oldigan qizil zar do'ppisini menga kiygizib qo'ydi. Boshqalar ikkimizni qo'rishib olib, o'xshashla boshlar ekan-ku deb kulishdi. Bir qitim bir qancha do'stim bilan u va uning do'stlari Ulanbayning yuqorisiga sayohatga chiqdik. Yamaliq teg'i etaklarini aylandik. Biologiya fakultetidagi chig'inda bu yerlarga muallim elib kelgan edi. Bu tog' gullari echilgan mavsum edi. Nemishqidir qo'lim o'tkiri toshda tilinib ketdi. U chidayolmadi bo'lg'ay oqqar malakasi naqsh qilingan qo'l yog'liqida qo'limni tengib qo'ydi. Go'sh samslarimizni yeb suratlarga tushib qaytdik. U chaqda daryoda suv oqatdi. Yigitlar qizlarni yutib o'tishdi. Ikkimiz neriqi tashda qoldik. U xushchaqchaq va hammaga o'xshash muomala qiladigan Nuri degan yigitni chaqirdi. Uni qizlar tutib olib bermadi. Oxiri Ra'na yutib o'tishimga rozi bo'ldi. Shundan keyin uni uda 3 kun ko'rmadim. Og'rib qolganligini anglab uyiga kirdim. Ishkirki uyi uning xarakter uyi edi. Aynak va qo'nchoqlar, bolalar telefonlari, har xil rasm surat va bolit suratlik otkerkalar. U Pokistarni pokiz tovar yotqanda ikki qo'lini chiqarib yotgan edi. Men hikoyalardagi uyqudagi sohib jamol manzarasini tomosha qildim. Güzelning uyquli holatimi go'zal bo'ladi ekanda. Uning yenidagi taxsida turgan dorilardan yengil zuqomlanganligini bildim. U uyg'ondi, kulimsiradi, minnatdorlik bildirdi. Men patpatla Nasravaning salom xatlarini elib turatdim. Yana bir tarafdan yenimda tiniqi tepib turgan qizga to'limi baxtiyor mabtun bo'lib qolgan edim. Har qitim parxona yenidagi stolba bekitilgan joyda qarshi yo'nalishda uchrashib qolatdik. Ammo Nasrava bilan bo'lgan maktubat muhabbatiga yuz o'rmasligim ro'shan edi. Oxiri yenimdagi qizni suyib ko'rib tursamli bo'ldi. Nasravaga bevafoliq qilmayman degan fikrga keldim. Shu orliqda Maral beshiga yuqorida yozilgan yezi xizmati bilan ketib qoldim. Elimi shu chaqda yozgan xotira daftarim qo'limda turibdi. Uning birinchi betiga hal shaqtol chechigi, ikkinchi betiga shu rangdagi ro'molga
tushib qolgan uzun qora bir tal chash sipta qog'ozga o'rilib saqlangan. Bu chash egisi menga xat yozmadi. Xatni yozadigan bahonasi yo'q edi. Ammo men nizam mijitlarga yozgan xatlarimga uni yozmay o'talmaydim. Isıl tuzishning ustimdagi kurashlari ikki ishni, Nasravaning aloqani uzish xetini va Ra'naning menga cho'nqur hesdashligini oshkorladi. Kimdir biri uning bilan mening ishqiy muhabbat hajvi rasmimni o'ydirib chiqib, sizib tamg'a chapladi. Shu kuni u uyida hurkirab yig'lab ketdi. Shundan boshlab hozirgacha u men uchun ko'p yoshlar to'kdi. Men u kuni uning helala yuyilgan chochlariga qo'limni tekkizdim. Ko'z yoshlarini qo'limda surtdim. O yağlıqını alıqınımga silib qo'ydi. Yana bir qitimliq kurash yig'inida bir aktiv varqirab, Ra'na, chegara ajirtamsan yoki maydoningni uning bilan bir qilamsan, deb varqiradi. Asabiy sadolar javob ber, deb cho'qan ko'tarishdi. O yig'isini yutib, taqildab kelib, mening yenimda o'ri turdi. Osman Ziya Sherani mushtlab uni aktivlar qo'shinidan chiqarildi deb e'lon qilib, yig'inni yopdi. U koridor yug'anda, po'lat tavlashda ro'di to'shig'anda hamon menga yiqillab keladi. Bir nimalar degisi bor edi, biroq men qechib yuratdim. Buni u menga keyingi shirin oyda so'zlab bergan. Jazo lageridan qaytib Urumchiga keldim. Kerim Rahimmi birga kelgan edi. Men Ra'naning menga avatgan heliqi suratini hech qanday xatsiz Kerim Rahimga berib, uni shahar sirtidagi usul maktabga avatdim. Ra'namo sovg'a qoidalari bilan Kerim Rahimning uyiga keldi. Shu kundan boshlab Kerim Rahimning ayoli Nurnisa bilan Ra'na hozirgacha chin do'st. Ra'na bilan ikkimiz ishkiriki uyda parang'i tushdik. Sahibxonlar tashqirqi uyda tamoq tutish qilishdi. Qo'limda ota-onam qishig'a Sovetlar ittifoqiga chiqib ketish qog'ozi bor edi. Keyingi hayot yo'lim uning ko'zidan yosh to'kdi. Yig'lama desam, u bu yoshlar ko'zda saqlashga yaratilmagan dedi. U nemishqidir, mayli, men birli yurak, ular ikki yurak emasmi dedi. Men erib ketdim. Uning yeshini ertmoqchi bo'lsam, unamadi. Qo'limni chin tutib oldi. Shu asnoda biz yo'langan odam bo'yi tizilgan o'rin ko'rpa yostiq to'rlar bizni ko'mib qo'ydi. Kerim Rahim kirib, "Qenisizlar" demasa, o'zimizni unutgan edik. Lekin lav yalashmadik. Pak muhabbatga xos dastlabki saf mamnuniyat ichida hozirlandik. Sahibxonaning ovozidan xijil bo'ldik va darhol o'rinlarni tuzashtirib adabga qaytdik. Ikkimiz qo'llarimizni erkin tutadigan bo'ldik. Uning olqinimga cho'kib ketdi. Men yurtda qoladigan bo'ldim. Shu shart ostida hech qanday taklif qildi yoki takallufsiz rasmiy muhabbat otashgohiga aylandik. Gerçi Kerim Rahimning uyida pat-pat uchrashib tursaqmi, uningga atab kunda degudakla xat, she'rlar yozatdim. Hozir bu xatlarim va she'rlarimning bir qismi qo'limda saqlangan. Ajoyib o'tliq insoniy sezgi.
Əslimələr sahifəsində naql keltirmedim. Çünki o xeyli boşluq talab qiladi. Ajoyib qiziq hodisa. Men tağamning uyida turatdim. Bu mushu əslimədəki 3-cü babda sözləngan Abdullah tağam və ayali Saadətxanlarning uyi edi. Bir zamanlarda Nochi, bir zamanlarda Bulgarçı bolğan tağam Moykada Priyomchi edi. Qahachilik axırlaşmagan bu yıllarda o qish kunlari cho'ng chapinining ishxaltisi yirtiq yonchug'iga teriga chaplashib qolgan go'shtlarni selib keladi. Qishxonaning bu priyomchisi kunida birer kiloluk parça go'shtlar bilan meni kutadi. O navra qizini manga chetish istigida 2 kishilik bilet elib kelib, billa kinoga berishimizni da'vat qiladi. Ba'zi Sharifiddin Umarni chaqirib, mehmon qilib, manga xizmat ishlashni talab qiladi. Kim bilsin, bir kuni bu uyga Rana kelib ketdi. Arqidilla pushaymonlarini to'kib, Nasrava kelib ketdi. Bu ishdan Abdullah tağamning o'g'is qaynidi. Navra qizi Xinjiang institutida biologiya studentkisi edi. Tağam uyda saqal alsam so'zlab ketadi. Bertvani elib talada saqal alatdim. O bir kuni uyda yolg'iz mast holatda meni so'lib elib tilladi. Qo'liga teriga chaplashgan go'shtni shilib oladigan pichqini elib xeyli qo'rqitdi. Men karvatda jimli yetib oldim. O yig'lab ketdi va tenidan ukamning puruq keladigan balam deb badanimni so'yib silab ketdi. Nasravani qizg'in qarshi oldim. Biroq uningga uzundan uzun xat yozib, bu taqdirda gunohsizligimni ifodalamadim. Rasmiy aloqamiz uzildi. Franzadan anam keldi. Meni elib ketish va ketmaslik ustida shirin, jiddiy va yig'izarliq suhbatlar bo'ldi. Keyin millatimizdagi to'limu yangiltak kishilar ikki davlat munosabati yomonlashganda meni yana qarilab chet el qiqib qo'ygan mag' deyishdi. Ammo millatning asosiy gavdasidan va vatandan ayrilgim kelmadi. Bu jihatda Rananing ro'yi ta'siri to'limu yalqinliq va konkret edi. Shu asnoda menga Ranani yomonlab boshqa qizlar, hatto o'zlarini tonishtiruvchi qizlar chiqishdi. Ular men bilan Sovetga chiqib ketishga qiziqadi. Do'stim Sharifiddin Umar meni Don Quixotmi nemisan? Bu 3 qizni va boshqalarini yilikin qurug'icha o'ynab elib, onang bilan chiqib ketmay nima bor sana dedi. Men hayron bo'ldim. Apam vatan temasidan ta'sirlandi. Ranani ko'rib, onun bilan birga qo'nib, suhbatlashib, butunlay erib ketdi. O'zi narsalarni pul va oltinga aylantirib qaytib kelmak bo'ldi. Men Rana bilan nikohlangan bo'ldim. Xizmatim Xinjiang universiteti kutubxonasiga qaror topdi. Rana bilan nikoh qog'ozini olgandan keyingi hissiyotlarimiz talmirgan murad maqsad hissiyotlari edi. Zalda Ergongdagi Xinjiang universiteti, ya'ni hozirgi Moliya iqtisod universiteti o'qitish binosining ustidagi zalda to'yimiz bo'ldi. Shu qiyin yillarda shuncha ko'p kishi, san'atchilar asosan degidek to'yga keldi. Bechora onam ajoyib ruhiy qiyinchilikda. Bir turib yegani o'g'lining to'yi, bir turib o'zining yana tanho ketish ziddiyati orasida qoldi. Rana
pak kız edi. Onun paklığı anamның xoşal yığısını qozğadı. O Ra'nani quchoqlab yig'lab ketdi. Anam qaytadigan bo'ldi. Biz uni aeroportga jip mashina bilan uzatdik. Anam Ra'naga: "Men to'y qilish tayyorligida kelmagan. Quruq keldim. Sizga yodikor qolsin" deb qo'lidagi bir qator o'zukni sug'urib elib Ra'naga berdi. Ra'na ko'ziga yosh elib, anamning uzuklariga o'z qo'lidagi uzuklarni qo'shib, anamning qo'liga selib qo'ydi. Anamni uzatdim. Urumchi aeroportida namliq she'rim shu kuni kashda ko'z yoshlarim bilan yozilgan edi. Bu oxirgi didarlashish edi. Shuningdan keyin chegara taqaldi. Men Ra'na bilan 1983-yili Fronzaga borganda anamning miroslari ichida heliqi hamma uzuk chiqdi. Jigrim 3-bob. Yunus g'ariq etdi daryoga, beli qarni makan bo'ldi. Muhabbatga uning dardi ajoyib imtihon bo'ldi. Men Ra'naga hech qanday baxt elib kelganim yo'q. Rostni aytsam, mushu yillarda o'z oilasiga baxt keltirgan kishilarning qanchalik mavjudligiga ishonchim komilmi emas. Mening muhabbat va oila turmushimning ruhiy jihatda inoqligini demaganda, vatan va millatni a'lo bilib o'z yurtimda qolganligim, chet elning qiqib qo'ygan mixi deb qaralgan chog'larda qanchalik xotirjam bo'lishim mumkin. Ikkimizning nikohlik bo'lishimizdan 1966-yilgacha bo'lgan 4 yilda biz Ergungdan Xinjiang universitetining o'rniga ko'chib keldik. 2 farzandlik bo'ldik va men ba'zi asarlarni ijod qildim. Beshimda yanala o'ngchi qalbqi. O taki tarixiy xarakterlik inkarni inkar qilish JKP 11-navbatlik markaziy komitetining 3-umumiy yig'inigacha saqlandi. Manga 40 yuan turmush puli, Ra'naga 88 yuan maaş berishadi. 40 yuan uy puli, ko'mir puli, ko'ktat puli tutilib, ata hey degan kuni qo'limga 1 yuan tekkan chaqlar xeylir ko'p bo'lgan. Heytliqim deb Ra'naga o'sma sovg'a qilganim esimda. O o'smaga amroq edi. Xinjiang Universiteti kütüphanasida milyondan ortiq kitap bor edi. Men turga ayrish ishida edim. Ra'naning maktabimi hozirgi san'at instituti o'rniga ko'chib keldi. Bu oraliqdagi 4 yilda aslashga arziydigan ishlar apamning she'riy xatlari, mening ijodiyatlarim, 2 farzandimning dunyoga kelishi bo'ldi. Jungo Sovet munosabatining buzilishi va 9 baho deganlar haqidagi aslamalarning menga tashqi muhitni jiddiylashtirishdan boshqa hech qanday aloyiqligi yo'q. Anam ko'p xat yozdi. Bu she'riy xatlar emas, to'g'ridan to'g'ri she'rlarni o'z ichiga olgan nazm, nasr edi. Ehtimal u mening hozirgi yeshimda bo'lsa kerak. Bu umid istak qirg'oqlari ko'rinib turadigan, hayot umidvorligi cheksizlik qiyofatidan cheklik ekanligini oshkorlagan. Kishi to'lgan, pishqan, qiyomiga to'lgan, ko'z yoshlari bilan kulkining chegarasi buzib tashlangan
buzib tashlangan ömür mezgili bo'lib, hikmat qiyam fasl edi. Bu chaqdagi har bir jumla she'riy fikriga tragedik va komedik hikmat, muhabbat va masxira aralashgan edi. Bu xatlarning bir qismi saqlangan, bir qismi meni nazorat qilish gruppasi qo'g'dash bo'limiga topshirilgan. Anamning xatlari hijron shikoyati, visal umidning olamshumul dil bayoni sifatida butkul prometiga taalluq edi. O o'g'illarim Anvar Akbarlarning tavalludiga tasvirlab bo'lmas ruhlangan. Eri o'lgan, chet elda musofiratda turgan tanho ayolning o'z yurtida gunohkor badkardisi kiygan yegani o'g'li ikki o'g'ilga ota bo'lganda qandoq ruhlanganligini tasavvur qilish qiyinmi? Bu g'oyat zo'r ruhiyat ilmi misoli. Ayni deymo, kunni deymo, qaldima, hayrondiman. Rana Anvarga homildor bo'lganda ishtihosidan qoldi. Şinjan tibbiy instituti kasalxonasida yotdi. U asma okuldan boshqani o'zi qilmaydi. Men doim billa edim. Tug'utimi tunji bo'lg'ashqa uni cho'chitdi. U mendan keyin qolsimiz kimni olarsiz deb yig'laganida uning rostilla meni yaxshi ko'rdiganligini bildim. Nopus ortiq alda u tug'ishqa bir qancha minut qolgandila qabul qilindi. Men koridorda nima qilarimni bilmay, Tangirdan uningga hayot va osonlik talab qilatdim. Sestra o'g'il tug'ildi dedi. U perivodka, balki rus sestrasi edi. Akbarmu xuddi shundoq. Şinjan Uyg'ur Abnum rayonluq xalq doktorxonasida tug'ildi. Balalarga ism qo'yganda A bilan R'ning garmoniyasini izladim. A, R bo'lgandan A, R bo'lgani yaxshi dedim. Abbas Burhan nima uchun A o'rniga A'ni ishlatding deganda A'ning amzisi yumaloq, muloyim, kamtar, miskin, g'ayribona. Men o'zimmi A bo'lib turibdiman-ku dedim. Aslida Anvarni Subhi, Akbarni Lutfi qo'ymoq bo'lgan. Shundoq erkiletibmi yurdik. Bizga Subhi, ya'ni Anvar, nur tengi va Lutfi, Akbar ulug' mehr lozimdi. Apam esil buvoq kiyimlari, o'rash ko'rpilari abatdi. Men kütüpxonada Jungoning 24 tarixini, Shakespeare'ning 36 sahna kitobini, Hindistonning Ramayana, Mahabharata dastanlarini, Sovetlar ittifoqining 15 tomliq 32 kitob dunyo tarixini, Chuyan asarlari, umum tong nazmlari, Donjan, İlyada, Odessa, İncil, Kur'an-ı Kerim tercümelerini, Platon, Aristotel eserlerini, Dante'nin İlah komediyasını, Gomorro, Tenxanlarning tarixiy dramalarını, Marx Engels eserlerini, Hamid Alimjon, Navoiy ve Babur bo'libmi Mashrab nazmlarini o'qidim. İş önümüm başqalardan 10 narsa üstün edi. Ular kitaplardan bir-birlab xabardor bo'lib, kuniga bir qanchani turga bo'lsa, men necha o'nlab turga bo'latdim. Men birla Uyg'ur erkishi, ayollar
çeliqmaydı. Mən yəni günahkar Uyğur. Xanzu kadrlar rəhbərlərdən bir, xizmətçilərdən bir, yana iki Uyğur olub, o'rnimiz, işimiz başqa raqobatdosh emas edi. Meni kütüphana muhiti bilimli qilgan deyalmayman. Chunki qo'l yezish, shilim, qo'ltiq kitobdan ayrilmaydi. Ish to'la. Məsələ asaslı kitaplarını tanlash, boş vaqtdan foydalanish. O'chumda ambar yasashdi. Ömür boyu kitapxona yoki kütüpxonada ishlab hech narsadan xabarsiz yurdiganlar ko'p qo. Her halda bu meni shu tarixiy muhitda taqdirning asrishi va o'qitishi. Men kütüpxonada ishlab ikki narsani bildim. Biri, men hech qancha bilim egisi emaskanman. Her qandaq ulug' olimmi 40-50 tom asri bilan bilim dengizida faqat bir tal cho'ngroq marvoyit ekan. Onun ustiga bu dengiz uzuksiz kengaymoqda. Yana biri, millatim har qancha söyümlük bo'lsa-mu, uning o'ziga xos kitob, avtorlari nihoyatda oz ekan. Millatim sirtida millatlar dunyosi turibdi. Millatni millatga, millatni insoniyatga, millatni kelgusiga qarshi qo'ymaslik lozim ekan. Millatdan törəlgan har qandaq asar o aljigan talbining apsuni bo'lmasala matbaaga chiqish kerak. Buni cheklash millatga va insoniyatga bexillik, hatto qit'ur sotqinlik. Men bu yillarda bir qator barmoq vazindagi she'rimni yozdim. Ulardan 80 nachisining bevosita ra'noga qaratilganligi va umumiy lirik qimmatga ega ekanligi aniq bo'ldi. Shatutining tili chiqqandek tatliq tiling anglandi. Hech bir deysan, hech uqmagandek. Hech birida bir opqur mehr. Bu uning hech bir deydigan qizlarga xos tabassum so'ziga qartilgan edi. Çeksem japa, chekkendiman yo'lingda aziz jana. Çekmedim men pushayman bilan achchiq hasratni. Chin söygünün asli siri manga alaqandek ayan. Ömür tarazisida o'lchigash muhabbatni. Bular shu shakldagi she'rlar edi. Yana So'mruqlar qo'shiqi, Qadimki Yipak yo'li, Xan o'rdasida bahor, Malika Xuarun, Tangirtog' naqshisi, Peli Malikisi degan 7 parcha 5 pardilikdan tarixiy drama yezib chiqdim. Bu hozirgacha shu beti turadi. Bularni Xanzucha Shimoliy qutb yulduzi to'plami, ya'ni Beydovchi deb atadim. Yezilgan asarlardan Qarliq tog' shajarasi 3 qismliq trilogiya edi. Uning birinchi, ikkinchi qismlari nashr qilindi. Bu she'riy roman uzoq bosh qotirishni talab qildi. Madaniyat zo'r inqilobida uy oqtirganda birinchi qismi yo'qolib ketib, 10 yildan keyin tepilgan edi. Qadimki Markaziy Osiyo nomli kitobimga asos solgan Javohirul Haqqoiqni mushu yillarda ishlashga boshladim. Umuman tarix va madaniyat, bo'libmi she'riyat, drama havisi o'rlagan bu yillarda mana bular maydonga keldi. Bu yillar agar baxt va omad bilan qo'shilgan bo'lsa edi, u mening
rasa toluvatkan, örlevatkan, sap ve sağlam yıllarım bolup kaladı. Bəxt, amet, enqanın tuğumidek allaqaçan real dünyadan gayip bolgan. Efsanevi cennetke kirip ketken edi. Biz mecruhlar dünyasıda mecruhdek yaşaştın halqıyalmadık. Жегерimi 4. bab. Topan baskanda Nuh izdep, bihuda çekmegil ahvah. Aql birle şicaattin, binaqıl emdi asqar tağ. Abdur. Tarixda misli görülmegen ibaresini güzel ve xunuk her iki kutupdaki galat hadislerge qo'llanish mumkin. Men dastlabida bu madaniyat inqilobi bizdek amza miskillarga birer aminlik yoki yengil nafas elib kelar deb umidlandim. Och ziyofat tushaydi-da. Och ziyofat tushaydi-da. Ish o'ylaganning tamamen aksi bo'ldi. İnsaniyetge qartılgan dəhşətlik boran kötüraldı. Yolvaslar müşkdek püküldü. Yılpızlar toşqandek çistirdi. Men bolsam mozaytili, tekkençilik, turmuş tetqidin pat-pat juda boluşqa mecbur boldum. Bütkül 10 yıllık qismet hikayetini bir babqa sığdıralmayman. Onu 2-3 babqa bölüp əsləməkçimen. Hər qandaq jığın, hər qandaq səpərvərlik və hüccətlər mağa bəribir. Mən quralsız bu dünya uruşunun kişənsiz tutqunudək tolumu addi, qopal, gılpal görünüp yoqulup ketadigan kişiler tərpidin başqurulattım. Məndə qalğını kiçikkina aile və hararetlik tınıq. Ne pul, ne hukuk, ne imtiyaz bolsun. Bu meni hem sakladı. Men Rənani bir aşxanaga elip bardım. Onunğa tamaq arlıqıda nikahdan ayrılış təklifini koydum. O 3. oğlumuz Asqar əmdili toğuldu. Bu neme gap əmdi? Dedi. Men bolğusi boran çapqunni, Rənanın menin qulum bolmay, əksicə grajdan işkəllikini. Salğan pişkəlliklerim azdək, yana pişkəllik keltirishimni aytdim. O jığladı. Qolumni çın sıqım dedi. Ajrashmaydiganligini, chidaydiganligini aytdi. O "Mağa işenmemsiz" degende men işinimen, biroq bu sizning ayrilish huquqingizni hurmatliginim, majburiyatimni iqror qilganim dedi. Ha, oğlumuzni Asqar, yani büyük, yüksek namıda atadık. O Mahayana kemisidek balay afet denizida nicat etti. Öyge qaytışımız bilen tangla her iki mektep, yani Şinjan Üniversitesi ve Şinjan Sanat İnstitutu'nun isyançıları öyge tam gelenlerge çoğun xatlik haqaret lozunkalarını toldurып etken iken. Onunğa çekilip koymusun dep ataqlıq Hanzu yazğıçısı Liu Xiao'nun ayali Şuy xanım Rənağı pichirledi. Sangılap turgan birer alı bula qağası yırtıb etilse naq aksil inqilabçı dep dumbalışatdı. Öydeki hemmi kitap çuvoldu.
qo'l yozma va qimmatli kitoblarim bağlam qilinib tengildi va elib ketishga taxlandi. Ra'naning hamma kiyimini oqtirib, chet el posundikilarni qaychiladi. Zebo zinnatlarni elib ketishdi. Burjuaziyacha degan so'z bilan bu narsalar taqib qilindi. Uyning to'g'risini oshmoq bo'ldi. Ular u yerda avtomat qatorli qurollar bo'lishi mumkin deganiga kulgim keldi. Ishonchsizlik tetiqsiz darajaga yetgan. Bu ishlarning hammasida meni eshik sirtida to'xtatib qo'ydi. Ra'nanimi yenimda turg'izib qo'ydi. Böşükdeki Asqar yig'laganda oxiri emitishga Ra'nani uyga kirgizdi. Bu chaqda Sovetdagi opamning suratlari o'yib kesib tashlangan. Uy ichi qalayim-qalashgan edi. Shuningdan keyin men maktabdagi qora gezendilar atirtida amgak qildim. Bu amgak atirti yotoqda yetishni shart qiladi. Kuniga bir qancha qitim mavjushining suratiga kollektiv doklad qilib, yo'l yo'riq so'riladi. Amgaklar yozda dehqonchilik maydonida, qishda universitetning parxonasida bo'ladi. Madaniyat zo'r inqilobi davomlashgan, ya'ni 1966-yildan 1976-yilgacha 10 yilda yil bo'yi parxonada ishlab, mohir remontchi, parqazon tozlig'uvchi va o't qalg'uvchi bo'lib qoldi. Ko'p qitim kurashga tortildim. Uning eng muhimi Burxon Shahidi, Muhammad Emin Eminov qatorliq rahbarlarni Xinjiang universiteti tantarbiya va maktab zalida bir qancha qitim kurashga tortganda hamroh obyekt bo'lganligim bo'ldi. Ishikdak taxtini bo'yinga esib, atalmish xuddi eng vahshiy urush jinoyatchisidek o'r turishga to'g'ri keladi. Men ichim surdi degan yolg'on bahona bilan bir qitimliq egilib o'ri turishda hojatxonada dam elib olganimni unutmayman. Bir qitim mashinaga selib, beshimizdan pelmot etib sazoy qilindik. Beshimdagi shapka shu chaqda qattiqroq ingishmigashga pelmot o'qida uchirib etilgan edi. Mana bu gunohsizlarning kurash qilinishi edi. Qara gezendilar atirti bilan Ulanbaydagi madaniyat ma'rif sistemasi dehqonchilik maydonida amgak qildim. Shortdan itizlarni sug'arganda Gaolin, Shuygululu yo'ldoshlar bilan ikki qitim kirp tutib gulxanda pishirib yedik. Men bunimi gunoh bo'lishi ehtimol deydigan buddizmlik poklik bilan yashayotdim. Tong sahar kelgan oq pikapdan ikki kishi chiqib meni o'tirg'i elib yurib ketdi. Ular meni maktabning qora gezendilar atirti ishxonasiga elib keldi. Abbos Burxon, Qosimov, Nuriyev qatorliq bir qism kishimi keltirilgan ekan. Biz Xalq teatrxonasi orqa eshigidan menga nomeri noma'lum en yig'ib olish o'rniga keltirildik. Sahna orqasidagi bu taxtayliq cho'ng uyda yotgan ko'rpa tengaqlarni cho'ridib liqqida gezanda otliqlari to'plangan edi. Teatrxona binosining ustiga pelemotlar tiklangan. Teatrxona sahnasining orqa eshigida qurolliq askarlar qator post turib qolgan edi.
Bu 25 iyun çoğun tazılaş günü idi. Toplanğanlar onun faqat birla toşkisi bolup, qalğan toşkilar her qaysı joylarda edi. Men bu yerda kuniga 2 qitim kichikroq olmichilik o'tirsi azgal qo'noq o'rnini vovotov berildiganligi uchun yotgan ko'rpamni selib so'zlib yotdim. Ba'zilari vaziyat, ba'zilari nohaqchilik, ba'zilari yana nimalar to'g'riliq qaynab bu igrim zalini bir olgan edi. Kimdir biri menga "Ra'no keldi" deb uchur berdi. Men o'rnimdan sakrab turib cho'ng eshikka bordim. 4 askar nayzilik miltiqlari bilan uni to'sib turibdi. Miltiq nayzlari giralishibdi. U "Ha deb kiraman" deb etilib turdi. U oq yog'liq chekkan, zaytun chechak chiroyli ko'nglikini kiygan. 2 o'rim chechini qo'yib atgan. Qo'lida men yaxshi ko'rdigan shakardan tungancha tava samsa salgan tugün. U meni ko'rib yig'lab etildi. Biz miltiq orliqidan qo'llarimizning uchini tutishdik. Men sabr qilishni, ko'p bilan o'limning bajoyiki to'y laqini tushundirdim. Başqalarmı bizning yoshlik kunlarimizdagi bu gunohsiz qismatga hayron edi. Ko'zi yesh qilatdi. Men bo'lsam buni qandaqdir sirliq kino roliga chiqishga o'xshatdim. Biz gezandilar bu yerda bir qancha kun turib qoldik. Men yotgan yerning to'g'risida bir to'shik bor edi. Pat-pat olma va zixidin serilgan, soğup qalğan kavaplar pastga tushadi. Bu üstünki qavatdagi atalmış bozor boshqurg'uchi patrolar haqsiz bulab kelgan yemekliklarning pokiz eshindileri edi. Ular yeb oshqinini mushu to'shikdan tashlaydi. Bu narsalar tozalansa, heliqi qo'noq mo'misidan yaxshi edi, albatta. Bir kuni kechga yaqin cho'qur bir harbiy kishi kelib, hammamizni bir avtobusga soldi. Bir mashina qurolliq askar yenik pelemotni kabinka ustiga qo'yib, avtobus orqasida tayyor bo'ldi. Kanayda sinifiy dushmanlarga qarshi proletariat diktatorisining 12 bal tayfon bo'rinini chiqarish, barliq jin shaytonni tozalash haqida davran selinib turdi. Avtobus qo'zg'alganda uning ichida hang-tang qolganlar, yig'laganlar, ko'tildashganlar bo'ldi. Men o'rin qolmag'ach o'ra edim. Har qaysisining ko'zlariga tam tövbedeki o'tqi qaqlash, ishkeriga yo'tkab ketish ko'rinishlari kelishgan ekan. Men avtobusning ochiq to'ngligidan ma'yus oyga baqdim va İsa payg'ambarning arshga chiqib ketganini esladim. Atdan hozir bu menga baribir edi. Avtobus qayoqqa ketayotganini uqolmadik. Shahar nelarda qoldi? Chiroq stulbulardan ba'zida orqamizdagi qurolliq mashina sho'lisi oldimizga o'tib, ba'zida biz oldiga o'tib ko'rinamiz. Etizlarni arlab mangdik. Alahizal yerim kechida bir yerda to'xtadik. Hammamiz tushdik. Cho'ng qora mashina qo'yadigan garaj eshigi ochildi. Garaj o'tirisi benzin puraydigan azgal edi. Hammamiz azgalni cho'rdab yotgan ko'rpa tengaqlarimizni yashdik. Men bulunga joylashdim. Abbas Burhan havoliq joy deb darvoza yeniga o'rinlashdi. Men
Taratga orqaga chiqishim bilan bo'rida yasalgan vaqtliq xala joydagi postga kim bir chamdam otlasa ot deb buyruq berilayotganligini angladim. Buni boshqalarmi anglashdi. Garaj eshigini taqib oldik. Abbas Burhan yotgan joy kichik tarat erqaga aylandi. Әтісі bu joyga mavjushining suratini esishni, hammamizga bo'ra yoki kigiz berishni talab qilsak, hal bo'lmadi. Harbiy boshliq Xanzucha Ozodlik armiya gazetining bosh maqolasini o'qishga topshirdi. Har kim uyg'urchalashtirib ko'rdi. Oxiri men o'qib berdim. Xanzuchani uyg'urcha bilan tang tezlikda o'qib mashq qilganligim asqatdi. Şunundan başlap başlıqның tərcümanı болып aldım. Başlıqlarımlar tutuldu. Sizler aldınğanlar. Məsələlərini tapşırsanlarla qoyub berimiz dedi. Mən şu beti təkrarladım. Bir-birləb soraq qilishdi. Soraqdan jim-jim chiqqanlarmı, alaq zədi bo'lib chiqqanlarmı bo'ldi. Meni bir ko'zi alas harbiy kishi taxminan bir nimalarni deb soraq qildi. O gumon bo'yicha meni biror tashkilotning a'zosi deb o'ylasa kerak. Men faqat 1958-yili kurashga elingan o'ngchi ekanligimni aytib yenib chiqdim. Әтsi pikaplarga bir qancha idoraning ishchilar tashviqot atratlarining boshliqlari chiqishib, heliqi masalasini topshirganlarga qog'oz gul qadab, chavak chelib, pikaplarga selib akirib ketdi. Biz qoldik. Anlasak ularni hafta o'tmay rasmiy qo'lga ilishibdi. Bir kuni peshinga yaqin biz turgan bu chaqqalla gazarma qorosiga oila tabobatlari paydo bo'lishdi. Bular ichida Rana mı var edi? O may to'shaydigan poyez vagonining ustiga chiqib, tömür tutqisini tutib, ikki yeniga Anvar bilan Akbarni o'ltirg'izib, Qo'rsqada texi tug'ilmagan Asqar bu yerga chiqqan ekan. O toneldan bexabar bo'lg'ashqa, toneldan o'tganda qo'rqqan. O menga yana heliqi tungancha tatliq tava samsini elib chiqqan edi. Şundan keyin bu gazarmaning Shesan poyez stansiyasi ostidagi o'rnini berib oldik. 2 kun o'tib bizni ketinglar deyishdi. Ega chiqmadi. Yotgan ko'rpalarimizni tengib, vagonlarga yepilib shahardagi vokzaldan ko'chani liq to'ldirib qaytdik. Məşhur usulshunos Qambar xonim va boshqa kishilarmi har qaysi punktdan qaytishgan ekan. Kurash yanada jiddiy edi. Masalasi tufayli qo'lga ilinganlar ichidami qistashqa chiday olmay og'ziga kelganni pash qiladiganlarmi bor edi. Anda sanda o'lib olganlar to'g'riliqmi xabarlar chiqib turadi. Erkinlik kunlarimiz uzoqqa bormasligi tabiiy edi. Degandek bir kuni uyimizga xeylali kelishgan bir yigit keldi. Biz bu yangi mehmonni g'ampani etib kutib oldik. O gapdan bo'lib, ziyolilardagi zaifliklardan so'z boshlab, oxiri xalqning inqilobga xuddi motori o't oldirilgan mashinadek tayyor bo'lib qolganligi. Hammasining faqat mahir şoförga ehtiyojli ekanligi. Xalq meni shundoq umid bilan kutib-atganligini so'zlab ketdi. Bir balasi bo'lmasa, quyruq yatamda tashda deb o'yladim. Men bu maxfiy soqchi odamini siliq ham ilinmas so'zlar bilan yo'lga soldim. Atsla u menga qandaqdir yoshlar o'ltirishiga, uningda shahrimizning sahib jamollari bo'ladiganligi bilan mehmonga taklif qilib keldi. Uning hiylasi aniq edi.
U rad qilingandan keyin uyga boshqa bir yigit paydo bo'ldi. U to'lima ansirgan qiyofatda menga silini elish uchun chatdan kelgan muhim kishi bir haftadan beri saqlab turadi. 2 kun ichida ochiq javob kutadi ekan, dedi. Men bu ikkinchi hiyliga oddiyla javob qildim. Ota-onam bilan aeroplanda chiqmagan chet elga endi eriqlarda o'milab chiqmasman. Bizda azaldan bundaq fikir va to'xtam bo'lmagan. Shuningdan keyin tinch deyilayotgan kunlarning uzoq emasligini o'yladim. Degandek, meni universitetimizning ma'muriyat binosidagi hozirgi ilmiy boshqarma qilingan bir uyga qamab qo'ydi. 8 oy davom qilgan bu o'rganish kursi faqat bir kishilikla kurs edi. Uy 2 eg'iz bo'lib, sirtda meni saqlaydigan 4 kishi yotadi. Ishkirki uyda men yolg'iz edim. Sirtda harbiy tashviqot atirdidan bir askar post turadi. Uydagi har ikkala deriza qog'oz bilan choplab etilgan. Mushu bekinma dunyo mening o'rganish kursim bo'lib, so'roq qilguvchi 6 kishidan va nazorat qilguvchi Jingyungui qeridan boshqa hech kishi kira olmaydi. Men kuzdan at yozgacha 8 oy bu o'ralgan sharda yashadim. Menga amak bo'lg'ini qamilib qolgan bir chivin bo'lib, uning har yonga uchishiga qaraydim. Uni asrab baqatdim. Kuniga 3 qitimdan heliqi 6 kishi qalbiga hujum nomida so'roq qiladi. Bunda qapoqlari turilgan sirliq so'roq 8 oy davomida bir qancha 100 qitim olandi. Bu aql, g'ayrat va taktika sinaydigan g'oyat katta psixologiyalik janggoh edi. Helimo yuragimga rahmat. U yerilmadi, balki chiniqdi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Eng oxirgi bo'limini kelar qitim o'qiymiz. Diqqat bergaysizlar. Ma'qul amsa, xo'sh, salomat bo'linglar. Xayr, xo'sh.